Opa! Nima? Shunaqa paytlari akang yo'qligiga afsuslanasan. Lekin Qaysi birlaring xafa qilding ukamni? Nima edi? Tushunmadimi? rostdan meni opalarimmi shu? Ha, demak opalarimga gap qaytarmasligim kerak ekan. Negadir qizlanishda katta bo'lgan bolalarni ko'pchilik sal boshqacharoq bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Lekin hamma ham shunaqa emas-ku, to'g'rimi? Obki bu yoqqa. Tirnog'ingiz namuncha uzun. Bor naryoqda o'yna. Eng zo'r tomoni san bilan hech kim hech narsani talashmaydi. Ha, bitta o'g'il bo'lish ham plyus tomonlari ko'p ekan. Oying seni hamma ishdan ozod qilib qo'yadi. Qushda yengil bo'lasan. Xohlagancha erkalik qilsang ham, sho'xlik qilsang ham senga sholpillab qolmaydi. Qizlar, bozorga borib kelamiz. Kelib chiqaylikmi? Yo'q, sizlar uy ishlarini qilib turinglar, ukalaring bilan boraman. Ukajon nima bo'ldi? Oyimga nima deyman? Ko'zingni ochgin. Voy yaramas. Qizlarning ichida katta bo'lgan bola, ikkinchi qism. Har doim o'yindan o'q chiqadi. Hey, opalaring bir g'iybat boshlamasin. Ham baravar gapirib, ham bir-birini eshitishgan-chi. Nima haqda gaplashyapsizlar? Qizlar ishiga aralashma bor. Voy lekin voy yarashmagan. Ular bilan birga ta'sirliroq biror narsa ko'rsang, har doim shu ahvol. Bitta o'zing niktema bo'lib o'tirasan. Anaqa futbol ko'rsak bo'lmaydimi? Voy bu qiz kim? Yaxshi ko'rgan qizim, qalay? Voy biz ham bitta ko'raylik. Voy ko'zi g'ilaymi? Voy bir sochini qara yog' bosyapti. Bo'yi ham past ekan. To'g'ri. Voy mana shu ko'zini qara buni kiprayib turibdi. To'xtanglar. Og'zi ham qiyshiqmi? Sassiq. Voy. Rasm-ku bu hidini qayerdan bilasiz? Shunchaki his qildim. Uchta opangga bitta o'zing xo'jayinlik ham qilaverasan. O'zingiz nima qilyapsiz? Kim bilan gaplashyapsiz? Nima ishing bor? Xohlasang sansiraysan. Ovqating pishdimi? Voy, toshingni ter. Hey, opalaring san tug'ilguncha o'g'il bolani ishini qilib ham o'rganib ketishgan bo'ladi. Kech bo'lganda ham tinim yo'q. Shuncha yil o'g'il bola uka kutdik. Bir marta ham o'g'il bolani ishini qilmaydi. Bo'pti, oy yaxshi borib keling. O'tirmay ukamga o'zimiz qarab turamiz. Oilada opalaringdan keyin tug'ilgan va uzoq kutilgan bitta o'g'il bo'lganing uchun ham oying uydaligida opalaring seni ko'nglingga qarashga majbur. Lekin yolg'iz qolganingda Sardor. Sardor. Hov. Voy, boshqalar gapirganda ishonmagandim, Sardor. Kechdim senaqa do'stdan. Hey. Katta opa onangdan keyingi ona. Alam qiladigan joyi esa seni hali ham yosh bolacha deb o'ylashi. Sardor bo'loqqa cho'miltirib qo'y, ishlarim bor edi. Yo'qoling, o'zim cho'milaman. Bitta o'g'il bo'lganing uchun ham har doim puling bo'ladi. Tabiiyki, bunga hasad qiluvchilar ham topiladi. Ukam, pullaring g'ijim bo'lib ketibdi, ber taxlab beraman. Ukaman bitta pulingni ikkita qilib beraman. Men buni bergan. Mana qara, bu qizil pul. Ikkita bunga ko'p narsalar beradi. Ma. Aytdim, yosh bola deb o'ylashadi. Kim yutqizsa, hamma ishlarni o'sha qiladi. Rozimisan? Bo'pti. Sen yutdim deb o'ylaysan, lekin Mayli ukajon, o'zi bu uyda mehmon edim. Yaqinda turmushga chiqaman. Sizlar. ko'nglim bo'shligi yomon-da. Opa, buni menga bering, men o'zim qilaman. Siz buni yeb turing. Qo'yur ukajon, shart emas edi. Rahmat. Opa, velikka deb yiqqan pulim bor-da, shuni siz ishlating. Mehmonmanda bo'lmasa olmas edim. Ukajon, opamdan keyin biz ham yerga tegib ketamiz. O'shaning uchun Jonga tegib ketdilaring. Puh, mana. Hey, yana urishyapsizlarmi? O'zi bittagina ukalaring bo'lsa, sizlar kattasizlar, undan ko'ra opaga o'xshab bilgan narsalarni o'rgatmaysizlarmi? Bilgan narsamizni? Xo'p. Sekin, akkurat, chetlarga chiqavermasdan surasan. Tushundingmi? Menmi? Ko'rdingmi, men sochimni qanaqa tekis qildim? Senga ko'proq gafri yarashadi. Gafri? Eng muhimi, bitta chiziqda yurish kerak.
Endi sen. Oyi, bularning ustimdan kulyaptimi? Hey, nima qilyapsizlar? Voy, oyi o'zingiz aytdingiz-ku, bilgan narsanglarni o'rgatinglar deb. Nimani bilsak, hammasini o'rgatyapmiz. Men qizlarni narsasini o'rgatinglar deganim yo'q. Masalan, men uy ishini aytdim. Uy ishlari bo'ldi. Jakob egil bormaysan, sekin-sekin, changitmasdan. Keyin ozgina nozam qo'shaman, ha? Bemaza ovqat qilsang hech kimga yoqmaysan, shuning uchun yaxshilab borgan. Kimga yoqishim kerak? Chokim ko'ryapsan, qanaqa tekis chiqdi. Sen ham mana shunaqa tekis qilib tikkan. Hey, bu sanlarga qiz bolami? O'g'il bola narsasini o'rgatmaysan-ham. Ey, bu yoqqa chiq. Yaxshilab kuzat va o'rgan. Ha, qizlar tanishsak bo'ladimi? Toshingizni tering. Ha, noz qilmanglar. Endi sen, davay. Xo'p. Qizlar, 1 minutga mumkinmi? Ha? Babnik, men seni sinab ko'rdim. Voy, yomon qattiq bo'ldi. Voy, uzr. Battar bu, ajab bo'pti. Yuringlar qizlar. Sen bitta o'g'il va opalaring ko'p bo'lishini o'ziga yarasha plyus va minus tomonlari bor. Oldin opalarimni tanishtirsam, bu katta opam. Uzr bunisi emas. Mana bunisi. Boksyor, Sodiq Tayson. Bu esa kenja opam, sevimli mashg'uloti xo'ngillash, ya'ni ozgina yig'loqroq. Mana bu eng mazza joyi. Sardor, krim bo'lsa ber, yuvib beraman. Uka, ovqat qalay chiqibdi? Ma, uyga vazifalaringni qilib qo'ydim. Rahmat. Arzimaydi. Ha, minus tomonlari esa. Sardor, ayta bitta bola opangga gap otdi. Yur. Yo'q-a? Kim ekan? Bitta o'zing 3 ta opangga qorovullik qilishing kerak. Yomon tepdi lekin. Yaxshi debdi. Eng zo'r tomoni, opalaring bir-birlarining kichkina bo'lib qolgan kiyimlarini kiyib katta bo'ladi. Deyarli yangi kiyim olishmaydi. Sen esa faqat yangi kiyinasan, chunki bitta o'g'ilsan. Lekin bitta o'g'il bo'lsang, Sardor, ha, qara kimdir chaqiryapti. o'zingiz qaroving. Erkak kishi ekanda. O'zingiz jinnisiz. O jinni. Ha? Nima qilyapsan bu yerda? Kim bilan gaplashyapsiz? O'g'il bolami? Ozoyimga yetaman. Ey, to'xtang. Ey, yo'tirmasdan menga qarash bor. Ha? Hazilni ham tushunmaysan. O'zim ham eplab bu ishni. Yostiq kerak emasmi mabodo? Qizlarning ichida katta bo'lgan bola. Yo chiqmayman. Voy, olimman ketganda ukalaringga qarab turinglar degandilar. Yo'q. Kopiya aytashi. Sovqatib ketdim, ochinglar. Mana shunga ekanda. Hozir bopliyman. Endi o'zlaringdan ko'rlaring. Oyi, mana siz ketganda qizlaringiz. Xonzoda begim, kashtangiz tayyor bo'lmadimi? Sabr qilsangiz, albatta tayyor bo'ladi. Sarvinozxon, nima mutolaa qilyapsiz? Roman boshladim. Romaningizdan qissangiz yaxshi edi. Nima dedingiz? Qissa zo'rida menga yoquvdi. Ha, o'rtoq, senga mazada 3 ta opang bor, kirlaringni yuvib berishadi. Sassiq naskini o'zing yuv. Ovqatingga qilib berishadi. Tez yeb, idishini yuvib qo'ygan. Hamma ishlarni o'zlari qilishadi. Hamma changlarni yalaysan. Boryapman, oyijon. Kim ovozi? Meni opammi? Xullas, sovchilar kelganda men o'z opamni umuman tanimay qoldim. Ha? Sardor bormi? O'ynagan keldik. Yo'q, o'ynamaydi, kasal. Opang kim ekan? Senga emas, lo'llar kepti. Bunaqa holatlar ham tez-tez bo'lib turadi. Eng alam qiladigan san opalaring kiyimiga tegmaysan, lekin ular eng chang va kir ishlarda o'g'il bolacha, ya'ni seni kiyimlaringni kiyib olishadi. Bo'ldi, jonga tegdi. Qachon qarsa meni kiyimlarimni kiyib, men narsalarimni ishlatasizlar. Bo'ldi. Endi men ham sizlarning narsalaringizni ishlataman. Bemalol. Boshla. Ha?